Shu sanada tug'ilgan odamlarning eng yomon odati. 3-da, 12-da, 21-da va 30-da va kimning tug'ilgan kunida 3 raqam ko'p bo'lsa, ular ham. Bu odat ularni baxtsiz, kambag'al va nosog'lom qiladi. Ba'zan xunuk qiladi. Demak, bu qadrsizlantirish odati. O'zingizning tajribangizni, o'zingizning iste'dodlaringizni, ya'ni talantingizni, g'ayratingizni, istaklaringizni va olgan bilimlaringizni, orzularingizni qadrsizlantirmang. Shu sanada tug'ilgan odamlar har doim fikrlaydilar. Men chindan ham bunga arziymanmi yoki yo'qmi? Ha, albatta, men buni qilaman, men buni boshlayman deydi, lekin o'z hayotini to'xtatib keyinga qoldiradi. Ajoyib dangasalik, yeniling, qo'l oyog'ini bog'laydi va imkoniyatlardan mahrum qiladi. O'z potensiallarini amalga oshirishga bu insonlar eng omadli, ya'ni muvaffaqiyatli hisoblanadi tug'ilgan sana bo'yicha. O'z potensiallaringizni qanday ro'yobga chiqarishni o'rganishingiz uchun va tug'ilgan sanangiz bo'yicha menga obuna bo'ling, izohlarda sovg'a so'zini yozib qoldiring. Sizni tug'ilgan sanangiz bo'yicha bepullik razbor jo'nataman.